Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımızı görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqun. Türkiye-Xitay münasibətlərdə Şərq Türkistan teması yığını ötküzüldü. Türkiye'de faaliyet edip beriyotgan Şərq Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin uyuşturucu bilen Türkiye-Xitay münasibetlerinde Uygur meselesi temasida stratejilik analiz leksiya yığını ötküzüldü. 2015 yılı 2. ayının 21. günü merkezi İstanbul'a joylashgan Şərq Türkistan Ma'rif ve Hemkarlık Cemiyeti'nin uyuşturucu bilen Cemiyetin Zeytinburnu şöbesining yığın zalida Türkiye-Xitay münasibetlerinde Uygur meselesi degan temada stratejilik analiz leksiya yığını ötküzüldü. Bu yığınga İstanbul'da yaşayotgan Uygurlardan köp sonda kişi qatnaşdı. Yığında Anqaradan alayet teklif qilingan Hacettepe Üniversitesi o'qituvchisi shundaqla stratejilik tushunchalar institutining tadqiqot mutaxassisi doktor Erkin Akram so'z qildi. Yığın Qur'oni Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Yığında doktor Erkin Akram Turkiya-Xitoy munosabatlarida Uyg'ur masalasining qaysi bosqichda ketayotganligi to'g'risida tafsiliy to'xtaldi. Doktor Erkin Akram oldi bilan Turkiya-Xitoy munosabatlaridagi tijorat munosabati to'g'risida to'xtaldi. Ve yıllık ticaret miktarının Türkiye Xitay'dan 25 milyar dolarlık mal import qilgan bo'lsa, Xitay Türkiye'den aran 2,5 milyar dolarlık mal setib olganligini, Türkiye bilan Xitay o'rtasidagi ticaretde cho'ng tengpungsizlik bo'lib, bu ticaretde Türkiye savdo munosabati o'rnatgandan buyon hozirgacha ziyon tortib kelayotganligini bildirdi. Doktor Erkin Akram Xitayning Uyg'ur masalasi to'g'risida 4 nuqtada Uyg'urlarga qarshi maqsadga yetish uchun Türkiye'den cevap talep kılıvatkanlığını, ama Türkiye'nin bu meselelerge qarata eniq bir kelişim yoki cevap vermegenligini bildirdi. Bu to'rt türlük noktalar bolsa, birincisi terörlükle ortak qarıştırış kelişimi tüzüş, ikincisi istihbarat uçur almashtırış, üçüncüsü terörçü deb qaralgan kişilerini qaytırıp beriş, dördüncüsü Türkiye'deki Şərq Türkistan teşkilatlarını terörçü teşkilat deb qabul qilish ve faaliyetlerini cheklashdan ibaret. Onun bildirishicha, Türkiye hükümeti rehberleri Uyghur xalqining o'zlarining qarindoshlari ekanligini, ularning tinch va xotirjam yaxshi yashashini xohlaydiganligini, ular yaxshi muhitda yashasa Turkiya-Xitoy munosabatlarida hech qanday masala bo'lmaydiganligini bildirib kelmoqda ekan. U Xitoy vakillari har qatim Turkiyaga kelganda Turkiya rahbarlariga mushu 4 nuqta ustida suhbat qilib kelayotganligini, o'tgan qatim Xitoyning davlat bexatarlik ministri Ming Jianjuning Anqarada Turkiya Cumhuriyet raisi Erdo'g'an qatorliq oliy darajali rahbarlar bilan uchrashganda mushu 4 nuqtani asos qilib so'zlashganligini, ammo fikri qarashlarning o'xshash chiqmaganligi sababidan hech qanday bir kelishim tuzilmaganligini bildirdi. Bular xil idoralardan tashkil topgan. Qanday idoralardan? Masalan, CHP idoralardan, axborot idoralardan, onunki partining boshqa idoralardan tashkil topgan bir komiteti. Bu bir heyet. O görüşüyordu. Bu yerdeki görüşüşünün asıl teması Şərq Türkistan meselesi. Doktor Erkin Akram Şərq Türkistan ammaviy tashkilotlarini ogohlantirib, buningdan keyin Turkiyada Şərq Türkistan tashkilotlarining faoliyat qilishining cheklamaga uchrab qolishining oldini olish uchun Şərq Türkistan tashkilotlarining harakatga o'tishi kerakligini, yig'in, namoyish, murosim va rasm ko'rgazmasi qatorliq faoliyatlarni ko'plab uyushtirish kerakligini, Türkiye xalqini Şərq Türkistan masalasini qo'llaydigan, ko'ngil bildigan jamoat fikri paydo qilganda xalqning besimi va talablari orqali hukumatni bu xil kelishimlarni tuzishning oldini olg'ili bo'lganligini ifodaladi. 2 soatdan ortiq davom qilgan yig'in oxirida doktor Erkin Akram yig'in ahlining Şərq Türkistan va Uyg'urlarga aloqador so'ragan savollarga atrofli javob berdi. Yig'inning butun tafsilotini to'rimizdan ko'rib olasizlar. Yani Allah'ın bizge bergen bir akıl var. Hayvan bile farklı. Allah'ın bergen bu akılını işlettiği adamlar, Allah ya kelkün bile, ya kum bile kümüdür, ya kelkün bile yoktur. Ya da zalimlerin kolunu tapşırıp bir şununla biz bu akılını işletme vakti. Bana düşündürüyor. Xitay bile siliştiğin vaxtıda biz askeri cepten, iqtisat cepten, marif cepten, zeminin çok küçük o bu nüfus cepten biz Xitay bile hiç ten kilamayız. Xitay bile ten kilalaydigan bir nesi var, o bolsa akıl. Ama bunu Allah bizge bergende işletti. Eğer bunu işletemey, hata iş kalsak elbette netice ortaya çıkıyor. Bu zalimlerin koluna Uygurlarına tapşırıp bir iş acaba kılsın?
Bir imtihan var. Bu imtihandan kadar ödümüz meselesi var. O zaman tekimi akıllık bile iş bile kılmak lazım. Yani an bile. O zaman biz ançımunca bir an seviye olan vakti da Türk halkını hayır kılışka asan buldu. Bizde an yok. Biz kalemkan yapıyoruz. O nim olmaydı, hayır olmaydı. Bu saranke, bu onamezke, man nireman değildi. Şunun her bir Uygur'un balısı çok anlayı yükseltiş lazım. Ben seviye demeye vadım. Üniversite bitiriş lazım, doktora bitiriş lazım demeye vadım. Peygamberimizin kime savadı yoktu. Cengiz Han Türkiye'nin Çorum şehrinde Şarkı Türkistan hakkında yığın ötküzüldü. 22 fevral Türkiye'nin Çorum şehrinde Şarkı Türkistan'da Müslümanlar üstüdün yürgüzülüvatkan Xitay zulümü degan temada yığın ötküzüldü. 2015 yılı 2. ayının 22. günü Türkiye'nin Çorum şehrinde Şarkı Türkistan'da Müslümanlar üstüdün yürgüzülüvatkan Xitay zulümü degan temada yığın ötküzüldü. Bu yığınni İkla Cemiyeti bilen İHA İnsani Hukuk Yardım Fondining Çorum şöbesi birlikte uyuşturgan bulup, yığınga mazkur tashkilotlarning a'zolari bo'lib 100 dan ortiq kishi qatnashdi. Yığınga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining rais vakili Abdulla Qashqarli va yoshlar bo'limi mas'uli Abdusalom Taklimakan taklif bilan qatnashdi va so'z qildi. Yığın Qur'oni Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun va Yığında İHA İnsani Hukuk Yardım Fondining Çorum şöbe mas'ullaridan advokat Ömer Qiliç Efendi echilish nutqi so'zildi. Keyin Sharq Turkiston to'g'risida tayyorlangan hujjatlik film ko'rsatildi. Ömer Qiliç so'zda mundaq dedi: "İslam ümmeti taxminan 150 yil ilgari ummat tushanchisini yo'qotib qo'ygandan keyin intayin ojiz holga tushib qoldi. Natijada Sharq Turkiston zaminiga o'xshash ko'plagan islom diyorlari ishg'ol qilindi va fikriy jihatdami hozirgacha ishg'ol ostida turayotgan islom diyorlari mavjud. Sharq Turkiston rayoni islom madaniyatining 1000 yillik merosini saqlab kelayotgan bir zamindir. İmam Buxoriy, Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojib, Ibn Sina, Farabiyga o'xshash nurg'unlagan olimlar bu zaminda yetishib chiqib, ilm ma'rifatni dunyoga tarqatdi. Yig'inda so'z qilgan Abdulla Qashqarli Uyg'urlarning milliy ma'rif va til yoziqlari to'g'risida to'xtalib mundaq dedi: Xitoy doiralari Uyg'ur tilini maktablarda darsdan qoldirib, uning o'rniga Xitoy tilida dars o'tishni yo'l qo'ydi. Ya'ni milliy ma'rif xitoylashtirildi. Sharq Turkistonning milliy an'anasini yo'qotish maqsadida taraqqiy qildirish nomi ostida koni shaharlarni o'rib, yiqitib, yerlik xalqni qasddan boshqa yerlarga ko'chishga majburladi. Ularning o'rniga necha million Xitoyni ko'chirib yerlashtirishni jiddiy davom qilyapti. Mushundoq davom qildigan bo'lsa, oldimizdagi 10 yil ichida Sharq Turkiston butunlay xitoylashib ketishi va Sharq Turkiston masalasi to'g'risida so'z qilishimi hech qanday ma'no ifodalamaydigan holga kelib qolishidan andish qilyapmiz. Abdulla Qashqarli so'zining oxirida mundaq dedi: Xitoy Sharq Turkiston ko'rishini tüp yiltizini yo'qotish uchun qo'lidan keladigan butun imkoniyatlarni ishga solyapti. Bu masalani yo'qqa chiqarish uchun Sharq Turkiston tarixini, xalqning milliy irodasini yo'qqa chiqarish uchun Sharq Turkiston da'vosi uchun kurash qilayotgan shaxs va tashkilotlarga terrorlik qalpig'ini keydirish maqsadida davomli ta'tir tashviqot elib beryapti. Maxfiy faoliyatlar yurgizib, qattiq tirishchanlik ko'rsatmoqda. Abdulla Qashqarli yig'inda yana Xitoyning 2015-yili 1-oydan boshlab diniy erkinlikni cheklashni rasmiy qonunlashtirganligini, diniy o'limalarni va uylarda o'ltirgan ota-ona, ojiz singillarni maydonga to'plab, usul o'ynashga majburlayotganligini, islomiy e'tiqod va milliy qimmat qarashlarimizni xo'rlab kamsitayotganligini bildirdi. Abdulla Qashqarli mundaq dedi: Sharq Turkistonda kishilik huquq tajovuzchiligi kishini qattiq andish qildirdi. İslam dunyosi bo'libmi Turkiya davlatining Sharq Turkistonliklarning qiyinchilik masalalarini Xitoyning ichki ishi degan ta'tir tashviqotiga aldanmasdan jiddiy bir shaklda ko'ngil bo'lishi, kerakli qadamlarni bosishi kerak bo'lmoqda. Bu haqda ommaviy tashkilotlar va Turkiyaning har bir angliq kishilari musulmon qarindosh bo'lish sifati bilan va insonparvarlik jihatda kerakli majburiyat, mas'uliyatini ado qilishi kerak. Devlet Bahçeli Şarkı Türkistan degan hamon ko'zlarimiz namlandi dedi. Türkiye'deki 3. çoğun partiya Milletçi Hareket Partisi'nin reisi Devlet Bahçeli Türk dünyası siyaseti to'g'risida to'xtalib, Şarkı Türkistan hakkında muhim söz qildi. Türkiye'deki 3. çoğun partiya Milletçi Hareket Partisi'nin reisi Devlet Bahçeli siyasi chegaralar qon qarindoshlar bilan bo'lgan qalb beg'imizni qarindoshlik hissiyotini albatta ojizlashtirolmadi.
Sharq Turkiston degan ismni anglagan hamon ko'zlarimizning namlanishi, ichimizning jim turolmay qolishi buning sababidandir. Millatchi harakat partiyasining raisi Davlat Bahçeli partiyasining guruhi yig'inida so'z qilib, Sharq Turkiston degan hamon ko'zlari namlandiganligini, o'rnida turolmay qoldiganligini ifodaladi. Davlat Bahçeli Millatchi harakat partiyasining Türk dunyosi siyosati to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Türk milleti tarih boyunca nice acılara katlanmış. Türk milleti tarixdan buyon nurg'un azobli kunlarni beshidan o'tkazdi. Nurg'un qiyinchiliklarga ko'krak kerib maydonga chiqdi. Xo'shallikqa o'xshash qayg'u va alamlarimizmi hech qachon kamlab ketmadi. Bizni bir millat qilgan eng muhim ish bo'lsa, kuyinish va iftixorda o'rtaq bo'lishimiz va birlikka kelganligimizdir. Türk milleti buyuk bir oiladir. Bugungi dunyoda keng bir jo'g'rofiyaga tarqalgan vaziyatda Türklikning asosi tarixiy va madaniyat merosimiz, eng haqliq g'ururimizdir. Siyosiy chegaralar qon qarindoshlari bilan bo'lgan qalb beg'imizni, qarindoshlik hissiyotini albatta ojizlashtirolmadi olmadi. Buningdan keyinmi ojizlashtirolmaydi. Turkman eli degan hamon qalbimizning titrishi, parchalanib ketadigandek so'qishi buning sababidandir. Sharq Turkiston degan ismni anglagan hamon ko'zlarimizning namlanishi, ichimizning jim turolmay qolishi buning sababidandir. O'rta Osiyo to'g'risida so'z qilgan hamon Adriatikdan Xitoyning sadichin sepiligicha tutashgan xotirlar tiliga ilingan hamon hayajonlanishimiz bekordan emas. Bu e'tibor bilan davomliq deydiganimiz vatan na Turkiyadir, turklarga na Turkiston. Vatan buyuk abadiy bir davlatdir Turan. Zihnimizda saqlayotgan aslimi bilan xotirlab kelayotgan har tuproq parchasi bizning uchun vatandir. Buningda ikkilanish yoki bas munozara qilishning bir ma'nosi yo'q. To'sqinlik va tuzoqlar bo'lsa-mu, Bilge Xaqonning bayrog'i yerga tushmaydi. Jabir qal'asiga ketayotganda Firat daryosiga tushib ketib, jon bergan Sulaymon Shoh va ajdodning chaqiriqi prinsipi g'oyib maqsadi an'anaviy qimmat qarash va omonatlari xorlanib qolmaydi. Izzat e'tiboriga dog' tushirilmaydi. Boshqalarni bilmayman, ammo Millatchi harakat partiyasi bu qarashda, bu tushunchada va bu qarorda ching turdi. Doğu Türkistan ismini duyunca gözlerimizin nemlenmesi, içimizin kıpır kıpır olması bu nedenledir. Orta Asya'dan bahis açılınca, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan anılar konuşulunca heyecanlanmamız boşuna değildir. Bu itibarla hep dedik ya, vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Bayın ayısı Yaqı Eriqda qanlıq to'qinish yuz berib 17 kishi o'ldi. 17 fevral günü Aqsu Bayın ayısının Yaqı Eriq bozorida qanlıq to'qinish yuz berib, Xitoy taraf va fidoilardan bo'lib jami 17 kishining o'lganligi oshkorlandi. 17 fevral günü Aqsu Bayın ayısının Yaqı Eriq bozorida qanlıq to'qinish yuz berib, 17 kishi o'ldi. To'qinish saqchilarning uy tekshirishi davomida kelib chiqqan bo'lib, Turg'un Bilal boshchiligidagi fidoilar guruhi bir uyga to'planib o'ltirganida Saqchixona boshlig'i Qosim Emin 7-8 yordamchi saqchini boshlab uy tekshirishga kirgan. Erkin Osiyo radiosining xabarida bildirishicha, fidoilar o'rinlardan chachrab turib, avval Qosim Emirning qo'lidagi qurolni tortib olgan. Orqadan pichoq va paltlarni qo'llariga elib, saqchilarni chanab va chepib uydan qo'g'lagan. Fidoilar saqchilarni orqasidan qo'g'lab saqchixonaga yaqinlashganda, saqchixona ichidagi rasmiy saqchilar tomonidan etib etilgan. Qosim Emir bilan qo'shilib jami 4 saqchi o'lgan. Saqchilar voqeani bartaraf qilish jarayonida voqea bilan munosabati bo'lmagan doktorxona boshlig'i Juma Haqquli va uning 16 yoshli qizini, shundaqla 4-kanatlik 2 dehqonni gumondorlar qatorida sanab etib o'tgan. Voqeada o'ldirilgan fidoilardan 3 nafarining ismlari Turg'un Bilal, Ömer Mehmet, Tuniyoz Hasan. Tutish buyrug'i chiqarilgani Azodam Nur Abduz Abla bo'lib, egallanishicha bu 2 fidoimi Xitoyga asir tushib qolgan. Xitoy jallotlari 123 yoshli buvayni turmaga tashildi. Xitoy tajovuzchilarining Yakan viloyati Ilishqu yesida 123 yoshli Uyg'ur buvay Turan Ahmadni Ilishqu voqealariga qatnashuvchilarning biri qatorida sanab qo'lga olganligi va harakat qilishga majoli bo'lmagan buvayning putiga kishan selib qo'yganligi bildirilmoqda. Xitoy ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonning Yakan viloyati Ilishqu yesida 123 yoshli Uyg'ur buvayning Ilishqu voqealiklariga qatnashuvchilarining biri qatorida sanalib, qo'lga ilinganligi ma'lum bo'ldi. Ijtimoiy uchur to'rbatlarida bildirilishicha, o'tgan yili 28 iyul kuni
Yakandagi fuqarolarning namoyishi va qarshilik ko'rsatishiga qatnashgan va atalmish terrorchilarni uyda saqlagan degan bahona bilan qo'lga ilinganligi bildirilmoqda. Buningdan boshqa yana harakat qilishga majoli bo'lmagan bu qeri buvayning putiga kishan silib qo'yganligi bildirilmoqda. Ma'lumotlarda bildirilishicha 123 yoshdagi Turan Ahmad buvi bo'lsa, bu kentga yaqin bo'lgan Aral yeza Tarim bo'yi kentida o'ltiriqlashgan biri ekanligi va dehqonchilik bilan kun kechiradiganligi ifoda qilingan bo'lib, bu buvayning kimligi, hayvonotlar bilan birga turganda tushgan rasmlari, oilasi bilan birlikda tortilgan rasmlarmi tarqatilgan. Biroq qachon va qayerda qanday jinoyat bilan tutilganligi haqida ma'lumot berilmagan. Ko'pincha kishilarga ma'lum bo'lgandek, o'tgan yil 28-iyul kuni Yakanning Ilishqu yezisi bilan Aral kentida cho'ng tipdagi qarshilik harakati o'tirg'a chiqqan va buningga qarta intayin ko'p kishilik Xitoy askarlarining ig'ir tipdagi qoral urush aeroplani va tikuchar aeroplanlarni ishlatib bombardimon qilish orqali 3 yezini butunlay yo'q qilib, u yerdagi kishilarni qirg'in qilganligi haqidagi amaliy ahvolni Abu Bakr ismidagi bir yosh butun dunyoga xabar qilib o'tgan edi. Xitoy faqatli bu voqeada aran 159 kishining o'lganligi va bir qancha yuz kishining yaralanganligini xabar qilish bilan kifoyalandi. Bu vaqtda so'ralgan nurg'un shubhali savollarni bo'lsa javobsiz qoldirdi. Xitoy doiralari bo'libmi yaqinqi mezgillarda dunyoda o'xshi ko'rilmagan qirg'inchilik va yo'qotishlardanmi eshib tushgan vahshiy yo'llar bilan bostirish elib bormoqda. 17 fevral kuni Qog'iliq noyisida 10 yoshlik bir o'g'il bola bilan dadasini yoy shaklda qo'rshash usuli bilan qo'rshab etib o'ltirganligi buning eng jonliq misollarining biridir. Xitoy Uyg'urlarni yo'qotish qadamini tezlatmoqda. Xitoy doiralari navbatda qo'sh til o'qitish nomida 34500 nafar Xitoyni Sharq Turkistonga ko'chirishni planladi. Xitoy Sharq Turkistonda kelgusi 3 yilda 3500 nafar qo'sh til o'qituvchisi ko'paytirdi ekan. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan buyon Sharq Turkistonni Xitoy territoriyasiga kirgizib olish g'arazida Sharq Turkistonning Xitoy zimini ishkanligidek sapsatini ko'tarib chiqdi va qo'lidan kelganligi razil vositalar bilan musulmon farzandlarini buningga ishontirishga harakat qilib keldi. Sharq Turkiston xalqini assimilyatsiya qilib, ularning tili va madaniyatini yo'qotish uchun zo'r ko'p sondagi Xitoy aqollarini Sharq Turkistonga ko'chirib akilish, tarixni burumlab o'qitish va hukumat o'rinlarida butunlay Xitoychini ishiltish qatorli qilmishlariga qanoat qilmagan Xitoy yaqinqi yillardan buyon qari qo'lini biroqla ma'rif sohasiga uzatdi. Atalmish qo'sh til ma'rifi nomi ostida boshlang'ich maktabdan oliy maktablargacha Uyg'urcha ishiltishni asosan amaldan qoldirib bo'lgan Xitoy amdilikda til assimilyatsiyasini o'qishishga to'shmagan o'smirlardan boshlab yurgizishga boshladi. Egallasha 2010-yildan boshlab Sharq Turkistonda 450 mingdan ko'proq yosh o'smir o'qishishidan burunqi qo'sh til ma'rifini qabul qilgan. Xitoy mohiyatda Xitoychadan iborat yakki tilni umumlashtirish maqsad qilingan atalmish qo'sh til o'qitishiga davomli odam kuchi va mablag' silinmasini oshirmoqda. Xinhua to'rining 24 fevral xabar qilishicha, Xitoy Sharq Turkistondagi atalmish qo'sh til o'qitishidagi yetersizliklarni to'liqlash va asosiy qatlamdagi o'qishishidan burunqi qo'sh til ma'rifidagi tutib turolmaslik, qabul qilib akilanmaslik qiyinchiligini hal qilish uchun bu yildan boshlab 3 yillik o'qishishidan burunqi qo'sh til ma'rifi alohida xizmat o'rni ta'sis qilib 3500 nafar qo'sh til o'qituvchisi qabul qilmoqchi ekan. Sharq Turkistondagi Xitoy ma'rif nazoratidan egallanishicha, bu alohida xizmat o'rni plani Sharq Turkistonning janubidagi 4 viloyat oblast va qo'sh til o'qitish saviyasi tuvan bo'lgan rayonlardagi yetersizliklarni to'liqlashga kafolatlik qildi ekan. Xitoy doiralari navbatda qo'sh til o'qitishida 34500 o'qituvchining kamchiligini, kelgusi 3 yil ichida 3500 nafar yasli o'qituvchisini qabul qilganligini e'lon qilgan. Ma'rif nazoratining muavin noziri Mavin Xuaning aytishicha, Xitoy o'tgan yili 254 million yuan tasdiqlagan bo'lib, bu 2013-yildan 2018-yilgacha qo'sh til o'qituvchilarini tarbiyalash uchun ishlatildi ekan. Xitoyning kuchi va Amerika Hindiston munosabatlarining kuchayishi. Turkiya davlatlik televiziyasi TRT Turk kanalida Xitoyning Osiyo Tinch okean rayonidagi kuchi va Amerika Hindiston munosabatlarining kuchayishi to'g'risida program o'tkazildi. Turkiya davlatlik televiziyasi TRT Turk kanalida Xitoyning Osiyo Tinch okean rayonidagi kuchi va Amerika Hindiston munosabatlarining kuchayishi to'g'risida tarqatilgan televiziya programmasi o'tkazildi. Programma qatnashgan Strategiya tushunchalar institutining mutaxassisi Doktor Erkin Akram bu vaqtda fikr yurgizib, Xitoyning Osiyo Tinch okean rayonining kontrolligini qo'lga olishni boshlaganligi sababidan Amerika va Hindiston o'xshash bearam bo'lyotidi dedi.
Doktor Erkin Akram bu haqda mundaq dedi. Aslında bir Asya Pasifik'e baktığımız zaman da Aslida Osiyo Tinch okean qaraydigan bo'lsak, Hindistonning sharqqa yuzlanish strategiyasi bor. Ya'ni Osiyo Tinch okeandan Xitoy dengiziga yuzlanish strategiyasi. Hindiston Sharqiy Janubiy Osiyodagi Vyetnam, Filippin, Laos qatorliq davlatlar bilan texmi yaqin iqtisodiy munosabat qurishni xohlaydi. Shuning uchun rayondagi dengiz yo'lini texmi tinch va bexatar holga keltirish uchun bexatarlik sohalarida hamkorlik qilyapti. Yaponiya bilan strategik hamkorlik o'rnatdi. Vyetnam va Filippin bilan munosabat o'rnatyapti. Bu davlatlarning hammasi hozir Xitoy bilan munosabatlarda surkilish bo'layotgan davlatlardir. Hindiston Xitoy bilan surkilish bo'lgan davlatlar bilan munosabatni taraqqiy qildirishga tirishyapti. Hindiston aslida cho'ng kuch bo'lish yo'lidagi qadamlarni tamkinlik bilan asta-asta etishga boshladi. Doktor Erkin Akram Hindiston bilan Xitoy munosabatlarida chegara masalasi borligini tilga olib mundaq dedi. Xitoy bilan Hindiston o'rtasida bugungi Tibet, Sharq Turkiston va Kashmir qatorliq bu 3 rayonda chegara talashish masalasi hozirgacha hal bo'lmay keldi. Chegaralarda pat-pat surkilish yuz beryapti. Shuning uchun Hindiston hozir o'xshash vaqtda ikki davlat bilan urush qilish kuchiga ega bo'lish tushanchisini o'ttirg'a qo'ydi. Ya'ni Pokiston bilan urush qilgan taqdirda o'xshash vaqtda Xitoy urush echib qolsa, uningga taqobil turish kuchiga ega bo'lish tushunchasi bo'yicha harakat qilyapti. Buning uchun qurol kuchi va iqtidorini oshirishga urinmoqda. Doktor Erkin Akram Osiyo Tinch okean rayonidagi harbiy kuchlar to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Hozir Osiyo Tinch okeanda Xitoyning bir, Tayvanning bir aviamatkasi bor. Ammo Hindistonning 2020-yilga kelganda 3 dona aviamatkasi bo'lganligi bildirildi. Bu ahvolda mudofaa va hujum sohasida Hindiston texmi kuchli bo'ladi. Agar Hindiston u rayonda Amerika bilan harbiy hamkorlik o'rnata olsa, kuchini texmi oshirgan bo'ladi va Xitoyni strategik muhosiraga olgan bo'ladi. Osiyo Tinch okeanda hozir Hindiston va Yaponiya eng cho'ng ikki kuch bo'lib, bularning strategik pozitsiyasini o'zgartirishi rayonda nurg'un o'zgarishlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Ammo Amerika kelgusida rayonlik va xalqaro manfaatlarga ziyon solaydigan davlat Xitoy deb qaraydi. Bu to'g'rida Mudofaa ministrligi va munosabatlik organlarining dokladida ochiq yozilgan. Dokladda agar Amerika 2030-yilgacha Xitoyni muhosiraga elib, bir tangpung kuch yaratmagan taqdirda Amerika Xitoyga uttirib qo'ydi deyilgan. Shuning uchun Amerika hozirdan boshlab Hindiston qatorliq davlatlar bilan strategik o'rtaq bo'lish qadamini bosdi. Aslında bir Asya Pasifik'e baktığımız zaman da Hindistan'ın doğuya açılım stratejisi var. Onun dediği doğu aslında Asya Pasifik'e açılma. Yani Çin denizine, Çin Güney denizine açılma. Bu Güneydoğu Asya ülkelerle ve Indo-Çina bölgesi yani Vietnam, Laos, Kamboçya bölgelerle daha yakın ilişki kurmak ekonomi anlamda. Dolayısıyla bölgedeki deniz trafiğini daha da rahatlatmak için güvenlik alanında da işbirliği yapıyor. Japonya ile de stratejik işbirliği ilişkini oluşturdu. Vietnam ile de oluşturuyor. Filipin de oluşturuyor. Bahsettiğim bu ülkeler şu anda Çin ile gerginlik yaşayan ülkeler. Yani bir Xitoy va Yapon amaldorlari BDT yig'inida jidallashib qoldi. Xitoy tashqi ishlar ministri bilan yaponiyalik yuqori darajalik bir amaldor BDT yig'inida jidallashib qoldi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkazilgan yig'inda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining Yaponiya haqida deganlarga yaponiyalik vakil qattiq norozilik bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xavfsizlik yig'inida ministr Wang Yi 2 dunyo urushining tarixiy paketlarining allaburun o'ttirg'i chiqqanligini, biroq ba'zilarining bu paketlarni qabul qilish u yoqda tursin, dalillarni ostin-ustun qilishga urinib kelayotganliklarini o'ttirg'i qo'ydi. Yig'inga Yaponiyaga vakolatan qatnashgan elchi Ji Chuan Yuanwei ministr Wang Yining so'ziga darhol raddiya qaytarib, Yaponiyaning 2 dunyo urushidan keyin o'z-o'zini tanqid qilishni asos qilgan holda demokratiya, kishilik huquq, dunyoning tinchligi va bexatarligiga izchil hassa qo'shib kelayotganligini ta'kidlab o'tdi. Wang Yi so'zni Yaponiyaga qaratib demaganligini bildirdi. Biroq yaponiyalik elchi Yaponiyaning bu masalaga tutgan pozitsiyasi va maydonini bildirib qo'ygandan keyin bu qatimqi ko'ngilsiz ahvolning Yapon va Xitoy davlatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inida davlat manfaati haqida bo'lgan talash-tortishlar ichida eng keskin talash-tortish ekanligini bildirib, Yaponiyaning tashabbuskor bo'lishga tegishli yerlarda tashabbuskor bo'lib kelayotganligini eskartdi. Afg'oniston 15 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berdi. Afg'oniston hukumatining o'tgan oy Talibanga yordam qilish bilan qo'lga olingan 15 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganligi bildirildi. Afg'oniston hukumatining o'tgan oy Talibanga yordam qilish bilan qo'lga olingan 15 Uyg'urni Xitoyga qaytarib berganligi bildirildi.
Reuters axborotining xabariga qaraganda, oliy darajalik bir afg'on amaldor ismini oshkorlamaslik sharti bilan Xitoyga 15 Uyg'urni topshirib berganligini bildirdi. U amaldor 3 Uyg'urning Kabulda, qolgan 12 Uyg'urning Konar rayonida qo'lga olinganligini bildirdi. Afg'on amaldor Xitoyning Talibanni qo'llamasligi uchun ularga yaxshichoq bo'lganligining ifodasini ko'rsatish bo'lib, u Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berganligini bildirdi. Xabarda Xitoyga topshirilgan u Uyg'urlarning kim ekanligiga aloqador hech qanday ma'lumot berilmadi. Ammo bu kishilarning 2000-yildan buyon Taliban bilan birlikda urush qilgan Uyg'urlarning bolalari va ayollari ekanligi taxmin qilingan. Afg'onistonning yangi raisi Ashraf G'ani rais bo'lgandan keyin o'tgan yil 10-oyda tunji bo'lib Xitoyni ziyorat qilgan va Shi Jinping bilan uchrashib, Afg'onistondagi hukumatga qarshi kuchlarga qarshi urushda yordamlashishni talab qilgan. Talibanlar Xitoyga tahdid soldi. Pokiston talibanlarining bayonotchisi Ihsanullah Ihsan Xitoyning Sharq Turkistonlik musulmonlarga qarshi elib berayotgan besim va assimilyatsiyalarini to'xtatishni undaq bo'lmaydi ekan, mujohidlarning Xitoyning xalqarалық iqtisodiy manfaatlariga ig'ir ziyonlarni yetkazish xarakterlik hujumlarni boshlaydiganligi bilan tahdid soldi. Kommunist Xitoy islom ummatining hozirgi ojiz ahvolidan kuch olib, 1000 yillik islom tarixiga ega bo'lgan Sharq Turkistonda har kunda bir qatliam, yangi bir cheklama va islom dinining qadr-qimmatini dafsanda qildigan majburiy ijroatlarni elib berish orqali Sharq Turkistonni musulmonlar uchun yashig'ili bo'lmaydigan yerga aylantirmoqda. Bo'libmi yaqinqi 1,5 yil ichida ishg'olchi Xitoy Sharq Turkistonda necha ming musulmonni shahid qilib, 2 yezdagi insonlarni qirib, u yerni xaritadan o'chirib tashildi. Ya'ni Yakanda Ilishqo qatliamini elib bordi. Bu 1,5 yil ichida o'pchi qatliam qilishlar va qizil chiroqdan o'tish bahonasidek arzimas bahonalar bilan necha yuz Uyg'ur musulmonni qatl qildi. Ishg'olchi Xitoy Sharq Turkistondagi zulmning darajasini oshirib berayotgan bu mezgilda Pokistondagi talibanlardan Sharq Turkistondagi musulmon qarindoshlari uchun Xitoy hukumatiga qarata tahdid va ogohlantirish keldi. Pokiston Talibanining bayonotchisi Ihsanullah Ihsan bu tashkilotning tashviqot organi bo'lgan Ihyoi Xilofat jurnaliga yozgan bir maqolada Xitoyning Sharq Turkistonlik musulmonlarga qarshi elib berayotgan besim va assimilyatsiyalarini to'xtatishini, undaq bo'lmaydi ekan, Xitoyning yer shari xarakterlik iqtisodiy foydalari uchun intayin cho'ng ziyonlarga duchor bo'lish ehtimoli bo'lganligini bildirgan. Pokistondagi talibanlarning bayonotchisi Ihsanullah maqolasi yana Xitoyning oz sonli millat deb atagan Sharq Turkistonlik musulmonlar bilan birga boshqa musulmonlarga qarata izchillashtirmoqchi bo'lgan diniy assimilyatsiya qilishni va cheklimlarni teg'ima oshirib berayotganligini bildirib, agar Xitoy hukumati musulmon qarindoshlarimizga qarata elib berayotgan besimlarni oxirlashtirmaydi ekan, mujohidlarning Xitoyni nishon qilishi yaqindir deganlarni ilgari surgan. Indoneziyada tutqun qilingan 4 Uyg'urga sud ochilmoqchi. O'tgan yili Indoneziyada Turkiya pasporti bilan qo'lga olingan 4 Uyg'urga oldimizdagi 1 oy ichida sud ochilganligi bildirildi. O'tgan yili Indoneziyada Turkiya pasporti bilan qo'lga olingan, ammo Xitoyning g'arbidagi Sharq Turkistondan kelgan deb gumon qilingan 4 Uyg'urga sud ochilmoqchi. Advokatlar o'makining seshanba kuni oshkorlashicha, bu 4 kishi yana boshqa 3 indoneziyalik bilan birlikda 1 oy ichida sudga tortildi ekan. Egallanishcha bu 7 kishi 2003-yili terrorlik qarshi turish qonunidagi Santanso rahbarligidagi Indoneziya Timur Mujohidlar tashkiloti qitilmoqchi bo'lgan degan moddasiga asosan sudga tortildi ekan. Bu tashkilot Al-Qoidaning Sharq-Janubiy Osiyodagi tarmoqi deb qaralgan Jamoatul Islomiya bilan quyuq munosabati bo'lgan. Bu 4 kishi o'tgan yil sentabrda Indoneziyaning markaziy Sulawesi o'lkasining Poso bozoriga ketayotganda qo'lga olingan. Bu rayon bo'lsa Santanso tashkilotining ta'sir doirasida kuchli rayon hisoblandi. Gerçi bu 4 nafar kishi qo'lga olingan vaqtida endi Turkiya pasporti bo'lsa-mu, lekin Indoneziya soqchilari bu kishilarni Uyg'urlar deb gumon qilgan. Chunki ular turkcha so'zlay olmagan ham pasportining soxta ekanligi oshkorlangan. Jakartadagi Xitoy va Turkiya elchixonalari bu kishilarning davlat tabiatligini aniqlay olmag'achqa, bu kishilar turk salohiyati bilan kelar oyda Shimoliy Jakarta rayonlik sud mahkamasida sudga tortildi ekan. Agar gunohi bor deb hukm qilinsa, bu 7 kishi muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi ekan. O'tgan yili Poso bozorida qo'lga olingan chet elliklardan eng oz deganda 110 nafarining islom davlatining a'zosi ekanligi aniqlangan bo'lib, Indoneziya siyosiy, qonun va xavfsizlik ishlari ministri vaziyat taraqqiyotining noiti yomonlashayotganligini aytgan. U yana necha yuzlagan indoneziyalikning islom davlati tarafidan Suriya va Iroqda urushga qatnashishga ilhomlantirilganligini bildirgan. Daeshga qoral elib mangan Angliya aeroplanlari tushirib etildi.
Iroqda Iroq-Sham islom davlati kuchlariga qurol elib manganligi ilgari surilgan Angliyaga tava 2 aeroplanning etib tushirilganligi bildirildi. Iroq parlamenti mamlakatlik xavfsizlik va mudofaa komiteti boshlig'i Hakam Al-Zamali Daeshga qarshi urushlarda xalqaro ittifoqdosh kuchlarga boshlamchilik qilib kelayotgan Amerika va Angliyani ayblab bayonot berdi. İran taratqullari orqali Amerika taratqullariga tarqalgan xabarlarga qaraganda Al-Zamali bu vaqtda bayonot berib, Iroq armiyasining Daesh militantlariga qurol elib mangan 2 Angliya aeroplanini Al-Anbar rayonida etib tushirayotganligini ilgari surgan. Al-Zamali Iroq parlamenti mamlakatlik xavfsizlik va mudofaa komiteti Daeshga qurol elib manganda etib tushirilgan 2 Angliya aeroplanining foto suratini qo'lga tushirdi. Iroq parlamenti bu vaqtda Londondan tushuncha berishni talab qildi degan. Bag'dod hukumatini Al-Anbar xalqi va xavfsizlik kuchlarining davomli uchur bilan ta'minlab kelayotganligini aytgan Al-Zamali kelgan uchurlar orasida Amerika boshchiligidagi ittifoqdosh kuchlarning Daesh militantlarining tizgini ostidagi ziminlarga nurg'un qurol yaroq yordam qilganligining qayd qilinganligini aytdi. Al-Zamali Amerikaning Karbala va Bag'dodga yaqin bo'lgan Al-Anbar rayonidagi qalaymaqonchiliklarning davomlashishini xohlaydiganligini, Daesh krizisining oxirlashmasligi uchun Amerikaning ma'lumoti doirasida ittifoqdosh kuchlarning Daeshga qurol yaroq yordam qilib kelayotganliklarini ilgari surdi. Amerika taratqularida o'rin olgan bu vaqtdagi xabarlarda Daeshning qo'ldan tartib elingan rayonlarda Amerika, Yevropa davlatlari va Isroilda yasalgan qurol yaroqlarning tepilganligi bildirildi. Suriyada 1 yilda 6000 dan ortiq odam varil bombasi hujumlarida o'ldi. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti Suriya hukumatining 1 yil ichida yüzlerce yerga varil bombasi atashlanganligini va bu hujumlarda 6000 dan ko'p insonning hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti BDT xavfsizlik kengashining man'iy qilgan bo'lishiga qaramay, Suriya hukumatining o'tgan yili yüzlerce yer makonga varil bombasi tashlaganligini e'lon qildi. Tashkilot Dar'ada 450, Halabda 1000 yerga varil bombasi tashlanganligining isbotlanganligini uqtirdi. Suriya prezidenti Bashar Asad texi yaqinda o'tkazilgan bir suhbat programmasida varil bombasi ishlatganligiga doir xabarlarni rad qilgan edi. Lekin kishilik huquqni kuzatish tashkiloti sun'iy amra orqali ilingan ko'rinishlar, foto suratlar, sin ko'rinishlari va guvohchilardan egallangan uchurlarning Asadning rost so'zlamaganligini ko'rsatib berganligini jakarladi. Varil bombalari faqat hukumat kuchlarining qo'lidagi tikuchar aeroplanlarda tashlandi. Aeroplan atarlardan saqlanish uchun noiti egizi turib tashlangan varil bombalarining nishonga dal tegish ehtimoli yo'q. Suriya kishilik huquq to'g'ri nomli tashkilotmi 2014-yili 22 fevraldan buyon 6000 dan ortiq odamning varil bombasi hujumida hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti BDTni bu qirg'inchilikqa sukut qilish bilan aybladi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizda ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.